Hyundai Motors kompaniyasidan keyingi mashina brendlar Ioniq hozirgi kunda mashhur bo'lib borayotgan elektr mashinalar. Hyundaiga tegishli Ioniq 5, 6 va 9. Bularni birma-bir ko'rib chiqamiz inshaalloh. Hop, bu yerda yana 3 ta mashina ilib qo'yishgan ekan. 1, 2 va bu yerda 3-chi. Bu Granger Hyundai Granger'da 3-uchligi ekan. 3 motor. Menimcha bu eski kuzov albatta, chunki yangi kuzovda chiqadiganlari oldi farasi bitta chiziq tortgan va orqasi ham boshqacha ancha. Mana bu eskisi, oldinga o'tib bo'lmas ekan. Tashqi tomondan faqat tashqarisini ko'rsa bo'lar ekan, tashqariga chiqqanda va ichkaridan faqat orqa tarafini ko'rsa bo'lar ekan. Bilmadim, bular Hyundai'da o'zini marketingimi? Ishqilib shunaqa. Xo'p, Ioniq 5 dan boshlaymiz. Tanishtirishdi. Bu ko'rganimizda bir oddiygina mashinaga o'xshaydi. Elektr. Rangi ham bir o'ziga yarasha. Buni ko'rib chiqsak. Mashinani modeliga qarab, oldiga ikkita balon aylanadigan yoki 4 ta balon ham aylanadigan передний привод yoki полный привод bo'lar ekan. Xo'p, batareykamiz lithium ion degan batareyka ishlatgan ekan. Rangi usti qanaqa yashil sifatroq va ichi grey sifatroq degan ekan. Balonlar 19 inch, 19. Sportajda sal kichraytirilgan variantiga o'xshayapti. Mani ko'zimga shunday tuyuldi. Eng bir qiziq bunaqa qilib qo'yishibdi. Kamerali qilib qo'yishgan ekan. Qo'yib gap yo'q. Ioniq 5 deb yozib qo'yishgan. Xo'p, ichkini ko'ramiz. Bu yerda kalit uchun alohida joy ham bor ekan. Bismillah. Hoppa, mana. Demak, qaranglar. Bu yerda kamera yoqilgan va ekrani monitor bu yerga qo'yishgan. Menimcha o'zlari bir yangilik qilishgan shekilli. Ioniq 5 dan boshlab. Qoyil. Rostdan ham zo'r yangilik bo'libdi. Kimlardir uchun qulay, lekin menimcha eski mashinalarga o'rganganlar bu mashinaga ancha qiynalishsa kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Hop, bu yerda kojalari yaxshi. Hop, buni yili 2025, 11-oyda ishlab chiqarilgan. Kojalari ham o'rindiqlar, likirovka. Menimcha deyarli hamma mashinalarda panorama lyuklar bor. Ichki qismini ko'ramiz. Bismillah. Mana, hoppa. Bokovoy kamera o'zi bu yerda turibdi, kichkina. Albatta, ekran o'zi. Gap yo'q. Xo'p, bu yerda tablo ekranimiz ham qo'shilib ketgan ekan, alohida ajratilmagan. Yaxshi, 9 kilometr yurgan, 86% zaryadi bor ekan. 86% bilan 375 kilometr yuradi deb taxmin qilyapti. Bu yerda graduslar 28 gradus. Boshqa knopkalar joylashgan. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana bu katta tashlab ketilgan joy bor ekan. Gap yo'q. Demak, ya'ni nimadir ulanmagan. Burada zaryadka uchun 1, 2, 3 ta joy. Mana bossak chiqib kelyapti. Bu yerda hop telefonimizni qo'yamiz. Bu yerda telefon qo'yib zaryadkamizni to'ldirsak bo'lar ekan. Ya'ni wireless, abdufotograf, rul isitish funksiyalari, parking datchiglar. Ya'ni bosamiz. Hop, bu yerda bosim sartmas shekilli. Shunaqa ochiladi. Demak, faqat buni o'zi ochilib yopilish uchun. Bu yerda joyi shu ekan, umumiy joyi shu ekan. Bu yerda yana zaryadka uchun joy, 2 ta. O'sha 1, 2, 3, 4, 5 ta zaryadka uchun joy tashlab ketilgan, gap yo'q. Nimaga buncha zaryadka uchun joy kerak tushunmadim. Xo'p, engine start stop. Bu yerdan konditsionerimizni boshqarsak bo'ladi. Men bu haqiqatan ham yangilik bo'lgan. Qarang. Lekin shu narsasiga maza qildim men. Ikkita bokovoy kamera qo'yishgan, ya'ni oynalar olib tashlashgan. Haqiqatan bu menimcha yangilik. Kim uchun qulay? Nima deb o'ylaysizlar? Kim uchun bu afzal? Xo'p, bu yerda yaxshi bular bor ekan, qo'l bilan o'chirib yoqish uchun, ya'ni avtomatik bo'lmasa ekan. Lyukni ochib ko'ramiz. Demak, ikki tarafga yo'yilib ochilar ekan. Va yopiladi yana. Panorama ekan bu.
Xo'p, buni zadniylari, parkovkalari ham xuddi Mercedesnikidek qilib joylashtirishgan ekan. Ya'ni rolga qotirishgan. Bu yerda yo'q. Deyarli bu yerda nimalar yo'q. Kimgadir bu taraf qulay, menimcha Mercedesda qanaqadir hissiyotini beradimi deymiz. Demak, bu toza. Hech narsa yo'q. O'zida balki idish yoki kofe qo'yib ketasiz va bu yerda telefon qo'yib ketasiz, qulay. Hop. Ekran boshqarib ko'ramiz. Bu yerda karstilda turibdi. Karta va hokazolar. Tormoz, gaz. Xo'p, orqa qismini ko'ramiz. Bismillah. Yaxshi. Buni ham qo'yishgan ekan. O'rindiqlar. Buni tushirsak 4 kishi bo'ladi. Bemalol qo'lga qo'yib ketsa bo'lar ekan. Oddiy nima ishlashmagan, chunki bu Ionix 5 boshlang'ich modeli ekan, Ionixda. Va bu yerda yana ikkita zaryadchik uchun joy, уже 7-joy menimcha. Xo'p, orqa qismini ochib ko'ramiz. Demak, orqasida anchagina keng joyi bor ekan. Ko'tarsak, shunaqa. Demak, buni menimcha eng katta pluslaridan bittasi orqa bagaji yaxshigina katta. Endi jamnaqa yotib olsa bo'lmaydi menimcha, lekin shu tarafgacha 1 metrdan ziyod desa ham bo'ladi. Boshqaradigan joy bitta bor ekan. Orqa 3 ta o'rindiqni ham tushirganimizdan keyin to'liq yotib olsa bo'ladi menimcha. Hop, yopib qo'yamiz. Bu Ionix 5 orqasi asfaltroq bo'lib tushgan. Sportijda kichkina varianti deymizmi? Yon eshigini ham bir ko'ramiz. Hop, demak, mana yana o'sha bokovoy kamera deymizmi? Ekranimiz bu yerda. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, standart modeli, ya'ni boshlanadigan birinchi narxi $28,000 atrofida turar ekan. $28,000 boshlanadi va $35,000gacha eng yuqori funksiyali modeli $35,000 atrofida turadi. Qisqacha tanishtirib o'tdim. Savollaringiz bo'lsa, inshaalloh yozsalaringiz bo'ladi. Yana ko'proq ma'lumot qo'ldan kelgancha berishga harakat qilamiz. Xo'p, keyingi mashinamiz Ionix 6. Retga qo'yishgan ekan, to'q olyapti.